Assalomu alaykum Zarif Craft obunachilari. Ushbu obyektimizni ham ishlari yakunlandi, mijozimizga topshirdik. Ushbu obyektimizda nima ishlar qilinganligini video davomida kuzatib borasizlar, bir ko'rsatib boramiz. Ushbu obyektimizda eski binosi buzilib, noldan boshqatdan qaytadan yig'ildi. Xo'p, bularga har biriga ferma to'qilib chiqildi va tunuka qismi qoplandi, ko'rib turganinglardek. Oldi qismiga oyna qoplatadi. Shuning uchun profildan chiroyli qilib oynaga moslab tayyorlab berdik. Mana burchak qismida sexni orqa tomoniga o'tishligi uchun yo'lak qilib darvoza o'rnatildi. Temirdan eshiklar qilib berdik, chiroyli qilib ko'rib turganinglardek. Oldi va eshik qismiga oyna qoplashligi uchun oynaga moslab chiroyli qilib ramga to'qib berganmiz. Bino ichki tomoni tunuka bilan qoplandi. Eniga 8 metr, uzunligi 20 metr. Tom qismlari ham tunuka bilan qoplangan yarmi. O'zini rabochiy tunukasi borligi uchun yarmini rabochiy tunuka qildik. Ishlatilgan uzun eski tunukalarni yarmini yangi holatda mijozimizning talabiga binoan bu joyda savdo bo'limi bo'ladi. So'ri mebellar sotiladi ekan. Bu joydan orqa tarafga sex qismiga o'tishligi uchun darvoza yasab berganmiz. Bu tomondan mana sklad qismiga o'tsa bo'ladi. Bu ko'rsatilgan videomizdagi darvoza qismi bu tomondan har qancha yuklarni olib kirsa bo'ladi. Otsiz yurganingda qamchillaganlar, otga chiqqaningda qamchi tutarlar. Oting silasada bir umr ular, otdan tushingni afsus kutarlar. Tishin oqini zinhor ko'rsatmaganlar, endi har so'zingdan handon otarlar. Boringda yoningda tur berganlar, har kun yo'q bo'lishing kutib yotarlar. Do'stkinam, shoshilma do'stlar topishga. Hamroh topiladi birga chopishga. Lek bu hayot chopish maydoni emas,